Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Navbatdagi video yo'riqnomada biz sizga aynan temir daftarda ro'yxatda turish yoki turmaslik haqida ma'lumot olish yo'nalishida kontent tayyorlaymiz. Demak, shu videoni boshlashdan oldin videoga like bosib qo'llab-quvvatlashni so'raymiz va bu video yo'riqnoma aynan egasiga yetib borishi uchun demak imkoniyat yaratib berishingizni maslahat beramiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Demak, MyGo.uz ilovasi orqali o'tamiz. Xo'sh, demak bu yerda xizmatlar orqali ijtimoiy himoya degan sohani tanlaymiz va bu yerda temir daftar degan fuqaroni mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot olish yo'nalishiga bag'ishlangan tegishli xizmat mavjud. Aynan shu xizmat orqali demak o'tamiz. Demak, ko'rinib turgan oynada temir daftarda fuqaroning mavjudligi haqida ma'lumot degan xizmat mavjud. Xizmat bepul amalga oshiriladi avtomatik tarzda va biror bir hujjat talab qilinmaydi. Jarayonni xizmatdan foydalanish qilib davom etamiz. Demak, bizda aynan tekshirish tizimi vaqtincha faol emas degan mazmunda demak e'lon joylashtirildi. Bu jarayonni takror qilib ko'ramiz. Demak, serverlar bizga ma'lumot berishmayapti. Demak, serverlar bizga javob bermadi. Aks holda sizda aynan o'sha temir daftarda mavjudligingiz yoki yo'qligingiz to'g'risida ma'lumotlar bu o'ynada aks etgan bo'lardi. Demak, hozirgi holatda demak bizga chiqqan o'yna faqat tekshirish tizimi vaqtincha faol emas degan mazmunda o'ynani chiqarib beryapti. Xullas, temir daftarda fuqaroning mavjudligi haqidagi ma'lumot olish uchun aynan shu xizmat orqali xizmatdan foydalanish qilasiz va bu yerdagi o'ynada chiqqan rasmiy e'lon sizni temir daftarda mavjudligingiz yoki yo'qligingiz haqida ma'lumotlarni aks ettiradi. Bugungi video yo'riqnomamiz aynan shu mazmunda edi. Video yo'riqnoma takror aytamiz, yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlang, biz bilan bo'ling. Yangi kuzatuvchi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.